Menga bitta zo'r savol kelib tushibdi-da. Plyus bo'lganda o'zingiz qanaqa qo'yib olgan bo'lardingiz? Okalar, eng foydali faqat o'zi grova ko'rganda sizlar bilan bo'lishadi. Mana shu tarsova uchastkamiz sotuvga chiqqan. Pulim bo'lganda to'shni o'zim mana shu yo'gan bo'lardim. Qo'li Mirobod tumani, birinchi masjidimiz. Bu yoqdan birinchi askarnikka yechib ketsangiz bo'ladi. Bu yoqdan Hayot yo'liga tushib olasiz. Uyimizni fasadi 20 ga o'tdi, 5 soti. Uyimizni obzorini qilib beraman. Obzordan oldin like, kommentar, podpiska esdan chiqmasin. Uyimizni narxi 190 ming suhbat qilib qolinglar. Uyimizga kirib kelganda bemalol ikkita mashina uchun joy. Zeleniy zonasi. Uyimizda mebel texnikalari pastga yangi ekan. Uyimizdan xarid qilgan odamga shunday tashib ketamiz deyishyapti. Uyimizdan ham podvali kattagina ekan.